Yettinchi savol. Bizda element berilgan, element nomini topishimiz kerak ekan. Bu elementimiz mis elementi. Bu birinchi guruh ishqoriy metall yonal gruppachasi elementi hisoblanadi. Bu B javob. Keyingisi ruh elementi berilyapti. Ruh ikkinchi guruh ishqoriy yirik metall. C javob. Uchinchisi kremniy. Kremniy uglerod gruppachasi elementi, ya'ni 4-guruh elementi hisoblanadi. Demak, B javob. Kobalt bu inert gaz yonal gruppacha elementi 8-guruhda joylashgan bo'lib, bu metall yonal gruppacha elementida joylashgan. Xo'p, 11-si temir berilyapti. Temir bu ham 8-guruhda joylashgan yonal guruh elementi. Temir hisoblanadi. 12-si bu nikel. Nikel mana D javob. Nikel ham 8-guruh yonal gruppachasi elementi hisoblanadi. Bular asosan bitta davrda joylashgan, ya'ni 4-davr. Bular temir, kobalt, nikel. 13-si marganes berilyapti. Marganes ham hop, bu marganes 7-guruh elementi hisoblanadi. 7-yonal gruppacha element hisoblanadi. Demak, 7-yonal gruppacha element hisoblansa, bu ham 4-davrda joylashgan.